tayyorlayapti. Mana kraska qilish uchun avval mana zanglarni tozalab, chiroyli qilib olmoqda. Hormang usta, assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Mana qiyinchiliklar yo'qmi? Mana Javlon ukamiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Jizzax shahridan kelib, bu yerda masjidimizda xizmat qilyapti. Mana Bahrim aka, horma bormada hamisha shu yerda tayyor. Rahmat. Inshaalloh endi bu panjara to'siqlarimizni tozalab, kraska qilib, mana bu yerlarga o'rnatamiz. Mana vaqtinchalik qo'yilgan panjara to'siqlarni olib tashlaymizda, mana shu yerlarga o'rnatamiz. Alloh rozi bo'lsin shu masjidimizga kim qanday xizmat qilib, mablag' tomonidan qarashib, mana shu ustalarga taomlar keltirib berayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat hammaga. Sog' bo'lingizlar.